nimadir yetishmas nimalar rostdek haftada shanba yo jumalar rostdek shuncha andishalar ginalar rostdek bu dunyoda senga yo men ortiqcha nima desammikin aqlim yetmaydi qanchalar o'ylamay aqlim yetmaydi kechib ketay desam shahdim yetmaydi bu dunyoda siz kim yo men ortiqcha bu ne savdo ekan daromadi yo'q bu ne vafo ekan halovati yo'q bu ne dunyo ekan adolati yo'q bu dunyoda sen kam ya men ortiqcha demak Jamila bilan ko'rishib gaplashishim kerak. Jamila o ishni qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bizda aniq dalil yo'qligi uchun biz unga tuhmat qila olmaymiz. Undan tashqari u seni qarindoshing ekan. Ha. Men u bilan shu 1-2 kun ichida gaplashaman. Undan keyin bor haqiqatni ham aytasanmi? O'zingni Zilola deb tanitasanmi? Ha. Hammaga aytaman. Tushungan tushundi. Qolganini bilmadim. Balki meni to'g'ri tushunishar. Bo'lmasa qizim, mana shu ishingni tezroq qil. O'shani top, o'tirib gaplashib olinglar. Xo'p, amaki. Sizni tushundim. Xullas, hammasi sen aytgandek bo'ldi. Jo'natib yubordim. Yuborgan joyingiz ishonchli-a? Ha, undan xavotir olmasa ham bo'ladi. 100% ishonchli. Yaxshi. Bo'lmasam ishga qaytsak. O'zi, nega bu qarorga kelding? Maslahatlashmading ham men bilan? O'sha paytda men kimlardir maslahat qiladigan holatda emasdim. Mayli, o'zing bilasan. Ish qilib, oxiri baxayr bo'lsin. Kecha tortmanga yangi loyihamizni tashlab qo'ygandim. Ko'rchi? Xo'sh, nima deysan? Tanishib chiq. Yaxshi bo'lsa, bosib boramiz. Katta xato qildim. Endi u xatoni qanday to'g'rilayman? Agar Yulduz singlimni o'ldirmagan bo'lsa, unda kim o'ldirgan? Kim? Jamilamikan? Lekin Jamila ham buni inkor qilyapti. Ammam bilan gaplashishim kerak. Kim o'ldirdi ekan? Kim bo'lishi mumkin? Kecha aytgan odaming bilan ko'rishdim. Menimcha sotib oladigan o'xshamayapti. Yaxshisi qarzimni evaziga shu joyni topshirib qo'ya qolaman. Ozgina sabr qil, balkim u ham o'ylab ko'rayotgandir. Nimani o'ylab ko'radi? Bunaqa narxga katta mashina salonam, yana kamiga ichidagi mashinalari bilan. Hey, agar o'zimga qolsa kutib o'tirardim. Firqat aka ham toza jonimga tegdi. Bu ishga ichki ishlarni aralashtirmoqchi. Firibgarsan, qizimni aldab pulini olgansan deb boshim ortyapti. Menga qara, o'rtog'im. Seni muammoingdan boshqa bu yerda boshqa qiladigan ishlar ham bor-da. Har safar kelib menga muammoingni aytib ketasan. Birorta bir yangiliklar bilan ham kelmaysan-da, yaxshi xabarlar ham aytib turmanda.
faqat muammo. Senga aytmasam kimga ham aytaman dardimni. Mayli, o'zim bir amalarman. Bo'pti, o'zim sotib olaman. O'sha yerda ishingni davom ettirasan. Faqat aytib qo'y. Men uchun faqat halol ishlaysan. Hech qanaqa sherikchilik yo'q. Rahmat. Bir kun bu yaxshilikni qaytaraman. Shart emas. O'sha odamingga ayt, yana bir hafta kutib tursin, pullarni oladi. Yaxshi. Bugun gaplashaman. Ha, keyin qanaqadir katta ish boshlayotganding, u nima bo'ldi? Bugun erta aniq bo'ladi. Katta tegirmon ochyapman. Chetga eksport qilamiz. Zo'r. Axir maqsadimga yetdim. 93-yillarda onam o'sha un fabrikasida oddiy farrosh bo'lib ishlardilar. Hech kim esmas o'sha payt. Maoshlarni ham kechiktirib berishardi. O'sha payt bola bo'lib onamga hali ko'rasiz, shahardagi eng katta o'sha un fabrikasini ochaman. Keyin o'sha fabrikaga siz nomingizni qo'yaman deb aytganman. O'sha kunlarga yetib keldik. Faqat endi onam yo'q. O'sha paytda bir-birida nonga zor bo'lgan bolakay bugun shaharda eng katta zavodlardan birini egasi. Zo'ra. Mana. Alo. Hamma ishdaman. Qizim qayerdasan? Ko'rishaylik. Hozir qayerdasiz? Qachon ko'rishamiz? Senga bir joyni manzilini tashlayman. Bo'ldi, xo'p. Hozir yetib boraman. Kutaman. Yana ozgina qoldi. Sen bilan tez orada uchrashamiz. Va tez orada kimligingni bilib olaman. Loyiha yaxshi ekan lekin. Qachondan ish boshlaysan? Shu tez orada ishga tushib ketamiz. Shuhrat akani tanirmiding? Ha, taniyman. O'shani sen olding yig'ib boraman. Yaxshi. Eng zo'r ishimiz shu bo'ldi. Qolgan zavodlardan ko'ra ancha barakali bo'ladi. Hali ishga tushganimiz yo'q, lekin talab juda ko'p. To'g'ri aytasiz. Aytganchani tekstilning roliga tayyor bo'ldimi? Ha, hozir mana. Oxirgisi. Yaxshi, faqat bir ikkita kamchiliklari bor, shularni aytaman. Yozib beraman. Shuni to'g'rilash kerak. Xo'p. Keyin Murodni mashina salonini sotib olyapmiz. Bundan keyin o'zingiz qarab turasiz, xo'p.
Bo'lmasam o'ziga qo'yib beradigan bo'lsa, hamma joyni yana qarzga botirib, kasha qilib tashlaydi. Ish qilib Murod bilan kelisha olarmikinman? Kelishasiz. U ham gapga tushunadigan odam. Bir hafta 10 kunlarda bu ish hal bo'lib qoladi. Ungacha siz nasibimni haliga yetgan mijozlaringiz bilan shug'ullanib tursangiz yaxshi. Shu faqat chetga eksport qilishimiz shartmi? Ichki bozorda ham juda ko'p talab tushyapti. Hey, mo'tabarga qaraganda ancha talab kuchli bunga. Mayli, hajmini ko'raylik, qani mijozlarning sonini, pul miqdorini bilaylik. Shunga qarab keyin aytaman. Bo'pti bo'lmasam. Qolgan ishlarni qilib turaman. Xo'p, boring. Xo'p. Otamni oxirgi marta ko'rganimda juda ham ezilib qolgandilar. Ha, gapirma. Uni o'sha xotini shu ahvolga soldi. Unga necha marta aytdim, ajrashing, ajrashing deb. Lekin ko'nmadilar. Mana, belidan quvvati, qo'lidan boyligi ketgandan keyin tashladi ketdi. Ammo bu hayotda hech narsa o'zidan o'zi bo'lmas ekan. Albatta. Qarang. Otam ham bir vaqtlar qilgan qilmishlari uchun hozir javob beryaptilar. Agar o'sha payt otam bizni tashlab ketmagan bo'lganlarida, onam meni bolalar uyiga tashlamasdilar. Meni ham yaxshi hayotim bo'lgan bo'larmidi? Kumush ham o'lmagan bo'lardi. Yana bilmadim. O'tib ketgan narsani orqaga qaytara olmaymiz. Buni o'ylaganning foydasi yo'q. Ha, aytgancha, Kumushning bolasiga kim qarayapti? Men qarayapman. U bechora hali onasi o'lganini ham bilmaydi. Meni o'z onasiday ko'radi. Sen aytmaganing bilan baribir bir kun otasi aytadi. Undan ko'ra o'zing aytganing yaxshi emasmi? Bola bechora yoshligidan aldansa, katta bo'lgandan keyin hech kimga ishonmay qo'yadi. Ammo men sizga Kumushning hayotida yashayapman degandim. Meni Zilola ekanligimni hatto eri ham bilmaydi. Nima deding? Bunga majbur bo'ldim. Agar aytganimda meni qamashardi. Chunki o'sha paytlarda ko'p janjallar qilganman. Hatto 15 sutkaga o'tirib chiqqan kunlarim ham bo'lgan. Undan tashqari, To'xta. Sen jinnimisan, ha? Sen hozir yarim yildan beri begona erkak bilan yashab yuribsanmi? qarang. Kumushning eri shu qadar befarqki, Kumush emasligimni hatto sezgani ham yo'q. Endi er-xotinlik munosabatlariga keladigan bo'lsak, u o'ynashlaridan ortmayapti. Menga parvo ham qilgani yo'q. Xullas, Gapir. Gapir, ochiqchasiga aytaver. yo'q, ammo buni sizga ayta olmayman. Tushunarli. Sen Jamilani nazarda tutyapsan, ha? Bundan xabaringiz bormidi? Ha, xabarim bor. Murod menga umuman yoqmagan. Aslida ularning to'yiga men qarshilik qilganman. Qarshilik qilib juda ham to'g'ri ish qilgan ekansiz. Meni Kumushning hayotida qolishimning ikkinchi sababi, uni uydan bitta fleshka topib oldim. Kumush uyga yashirin kamera qo'ydirgan ekan. Ammo u kameradagi yozuvlarni ko'rib jinni bo'ldim. Singlim bechora yillar davomida xo'rlanib kelgan. Hozir esa shu azobni men unga qaytaryapman. Menga qara Zilola. Nima qilasan? Nima qo'yasan? Meni bu narsa qiziqtirmaydi. Sen tezroq Kumushning hayotidan chiqib ket. Bu narsa yaxshi emas.
Ertaga hamma narsa oshkora bo'lib sharmanda bo'lganingdan ko'ra, hammasini bo'yningga ol. Bu ishlaringni uni erdan uzoq turib ham qilaverasan. Baribir ayol boshing bilan butun bir erkakka azob berish qo'lingdan kelmaydi. Bu erkak hech qachon azoblanmaydi. Menga ishon. Tushunarli. Tez orada unga hamma haqiqatni aytaman. Ozgina qoldi. Opajon, yordam bering, iltimos. Yordam bering. Iltimos. To'xta, o'zingni bos. Kimsan o'zi? Erim meni o'ldirib qo'ydi, opajon, yordam bering, iltimos. Oh. Ering kimligini bilmadimmi? Agar yana bir marta oldimda o'ralashsang, undan oldin seni o'ldiraman, tushunding-a? Opajon, siz meni noto'g'ri tushundingiz. O'yinlaring o'xshamadi. Kim bilandir adashtirganga o'xshaysiz. Yo'qol bu yerdan. To'xta, nima qilmoqchisan? Hayotdan to'ydim. O'zimni tashlamoqchiman. Nimaga bu qarorga keldik? Sababi nima? Erimning qilmishlari, xiyonatlari jonimga tegdi. U meni har kuni uradi, azob beradi. Men esa hech kimim yo'q. Yashashni xohlamayman. Unaqa ahmoqlik qilma. Hayot bitta erdan ko'ra ustunroq. O'zingni bos. Bu narsa hammani boshida bor. Lekin senga o'xshagan sabrsizlar o'z joniga qasd qilishni to'g'ri yo'l deb bilishadi. Lekin aslida unaqa emas. Nima qilay? Boshqa kuchim qolmadi. Meni kim himoya qiladi? Boshqa sabrim yetmaydi. Men himoya qilaman seni. Sen faqat bu yo'lingdan qayt. Yonimga kel. Yo'q. Siz yordam bera olmaysiz menga. Senga so'z beraman, yordam beraman. Agar sen bu yerdan o'zing tashlasang, keyin senga hech kim yordam bera olmaydi. Iltimos, menga ishon. So'z beraman. Hammasini hal qilamiz. Faqat o'zingni qo'lga ol. Jasur, nima deysan? Murod aka, Jamilanikiga keling. U bir erkak bilan ichkariga kirib ketdi. Hozir yetib boraman. Tutdimmi seni? Seni ham uni ham o'ldiraman. Uni o'z yotog'imda, o'z xonamda tutib oldim. Xiyonat juda ham og'ir narsa ekan, opa. Bilaman. Bu narsa meni ham boshimda o'tgan. Sen o'sha manjalaqini deb o'lib ketmoqchimisan? Seni hayoting unikidan qimmat. Shuni bilgin. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Lekin erimning xiyonatini kechira olmayman, opa. Menga quloq solsang, hammasi yaxshi bo'ladi.
Menga ishonsang bo'ldi. Isming nima? Ziyoda. Meniki Kumush. Bugundan boshlab meni suyanchig'im bor deb hisoblayver. Nima yordam kerak bo'lsa, mana men yordam beraman. Rahmat opa. Rahmat kattakon. Faqat bugundan boshlab men aytgan ishlarni qilishing kerak. Rozimisan? Roziman. Nima qilishim kerak? Senga nima yetishmayapti, ha? Oradagi pulmi yetishmagan narsa? Ozgina qoldi. Shu pullarni senga berib yuboray, keyin boshqacha gaplashamiz. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый telefon. Oybek, yaxshimisan? Pulni tezlashtirishning iloji bormi? Hozir pul juda ham zarur. Jamila, Jamila. Yana nimaga kelding? U meni sezib qolyapti. Demak, eplay olmayapsan. O'zingni sezdirib qo'yayotgan bo'lsang, bu seni aybing. Senga hushyorroq bo'lgin deb necha marta aytganman. Yaxshi, sen uchun nima qilishimni xohlayapsan? Undan butunlay qutulmoqchiman. Bu juda qimmat turadi. Mayli. Qancha bo'lsa beraman. Uni boyligi, merosi, hammasi menga o'tishi kerak. Undan tashqari bir yigit bor. Shuni ham bir nima qilishim kerak. Ko'raylik-chi, kim ekan u? Xo'sh, buni nima qilishim kerak? Ha do'stim, shu yerda kechadan beri qo'nim topolmayapsizmi deyman? O'zlarichi? Ha, kamina ham shu ahvol. Ular yana ichkaridami? Ha, ichkaridalar. Lekin bu yerda menimcha to'polon bo'ladi-yu. Ne sabab unday deyapsiz? Qanday to'polon bo'lur? Baribir yashira olmadim. Xo'jayinga aytdim. Juda zapish qilibsiz. O'zi buni vaqtliroq aytish kerak edi-yu. Ha, mayli. Ichkaridagi odam Murod akamni yaqin do'sti. Hali ham u odamning kimligini aytganim yo'q. Shuni aytish kerak edi. Aynan shuni. Shunda janjal bo'lmasdi. Zotan yengillashardi. Murod aka menga katta yaxshilik qilganlar-da. O'z akamdek bo'lib qolganlar. Masalan, Jamilaning otasi. Ya'ni Furqat akam. Nainki meni xo'jayinim. Balkim otam o'rnida otamdir. Ammo men baribir ularga buni oqizmay-tomizmay aytaman. Siz gapirganingizda juda ham adabiy tilda ko'p gapirar ekansiz. Yozuvchimisiz deyman? Ha. Basharti men hozirgi ishimda bo'lmaganimda aniq yozuvchi bo'lgan bo'lardim. Umuman eshitmagan so'zlarimni sizdan eshityapman. Ha, endi bu ham mahorat. Sezishim bo'yimcha bu yerda shunchaki janjal emas, katta janjal bo'ladigan ko'rinadi. Inchunin men bu yerdan ketishim kerak. Bunaqangi katta bahslarni qalbim ko'tara olmaydi. Mayli. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Adabiyot kitobiga o'xshaydi. Ajoyib odam ekan.
Tayyor bo'ldimi? Ha. Lekin bu safar o'zingni sezdirib qo'ymagin. Tushunding-a? Xo'p. Bu sizga. Rozi bo'ling. Men yana kelaman. Barakasini bersin. Nima bo'ldi? Ular ichkaridami? Ha, ichkaridalar. Marras. Murat aka, Nima deysan? u odamni o'tgan safar ham shu yerda ko'rganman. Jamilani uyiga birga kirib ketishganda. Nimaga aytmading o'shanda? Mayli. Kirib chiqish sen bilan keyin gaplashamiz. O'zi to'g'ri ish qilyapmanmi? Bu ketishda o'zligimni yo'qotib qo'yaman. Mayli, shu oxirgisi. Eshitaman. Alo. Ko'rishamizmi? Alo. Yaxshisi, manzilingizni ayting. Men o'zim boraman. Yo'q. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xohlasangiz o'zim olib ketaman. Yo'q. O'zim boraman. Mayli. Abi. Yaxshimisan? Senga aytgan pulim indinga kelar ekan, u aytgan odamga aytib qo'y, yana seni militsiyaga topshirib yurmasin. Mayli, rahmat do'stim. Bu yaxshiligini unutmayman. Bo'pti. Yaxshiyam borsan do'stim. Voy. Jamila. Kim bilan bo'lsang ham seni o'ldiraman. Hozir. Kim bilansan? Tushunmadim. Nimaga keldingiz? Nima qilyapsiz? Lekinchi, siz kasbingizni hali ham menga ochiq aytmagansiz. Hali ham mendan nimanidir yashiryapsiz. Siz bilan hazillashgandim. Men oddiy odamlardek tadbirkorman. Tadbirkorlar oddiy odam emas. Unda qanaqa? Aslida men sizni nima ish qilishingizni bilmayman. Balki meni atayin ilintirmoqchidirsiz. Topdingiz. Siz o'sha kuni ayolingizga aytgan gaplaringizdan nafratlanyapman. Va sizni o'rashga tushdim. Mana, axiyri ilintirdim. Endi sizni xohlagan kuyimga solaman. Toki siz o'sha uyingizdagi ayolingizni qadriga yetmagunizcha. Agarchi mana shu gapingizni jiddiy aytganingizda, sizni g'irt jinni deb o'ylardim. Lekin siz ham menga o'xshab hazilkash ekansiz. O'zi ko'p hazillashmayman. Lekin bir hazillashsam, mayli nima bo'lganda ham siz menga borgan sari yoqa boshladingiz. Ketdik, shahar aylanamiz. mayli. Ketdik.
Murod akaga qanday aytaman? Esingda bo'lsa agar senga bu haqda aytgandim. O'zing e'tibor bermagansan. Jamila bilan 7 yildan beri ko'rishib yuramiz. Haliga aytgan katta qarzimni ham shundan olgandim. Meni firibgarlikda ayblab qamatmoqchi bo'lgan odamam shu Jamilaning otasi bo'ladi. Bundan meni xabarim yo'q edi. Agar bilganimda men bu ayolga yaqinlashmagan bo'lardim. Men sendan xafa emasman. Chunki seni ayollarga sevging yo'qligini yaxshi bilaman. Lekin bilasam, undan xafaman. Chunki u 7 yillik muhabbatimizni oyoq osti qildi. Mayli. Tinchliginglarni buzmay qo'ya qoling. To'xta. Qanaqa muhabbat, nima deyapsan? Sen uni sevardingmi? Oilang bor-ku. To'g'ri kelmaydi, uylanmayman deyatuvding-ku. Oila senda ham bor-ku. Bo'ldi, demak seni ham sevging yo'q ekan. Tavba, o'zingniki ko'rinmaydi. Xafa emasman deysan. Gaplaringdan mendan xafa bo'lganing ko'rinyapti. To'g'ri, balkim sen aytgandayman. Balki. Chunki bir kun men ham seni holatingga tushishim kerak emas. To'g'ri aytasan. Aslida men ham shunaqa bo'lishim kerak ekan. Shunchalik beshafqat ekanki, unda xohlamagan ishlaringni qilishga majbur bo'lib qolasan ekan. Singlim uchun, uni erta barbod bo'lgan hayoti uchun qolgan insonlar aybdor emas-ku axir. Lekin boshqa ayollar ham singlimni holiga tushmasligi uchun so'nggi nafasim qolguncha kurashaman. Hech qaysi erkakni ayolga ozor berishga haqqi yo'q. Yo'q. Murod bilan yaqinligingizni bilmasdim. Agar bilganimda sizga yaqinlashmagan bo'lardim. Men faqat manfaat uchun siz oldingizga bordim. Hozirgi munosabatimizni siz xohladingiz. Mendan bir qarzdor odam bor degandingiz. Demak, u Murod. Balki xabaringiz yo'qdir. O'sha pullarni Murodga men beryapman aniqrog'i. Demak, uni sizdan boshqa yaqini yo'qmidi? Odamni boshiga ish tushganda u qanaqaligini biladi. Mana siz ham uning muammosi borligini bilib tashlab ketibsiz. Bilmasdan gapirmang. U mendan naqd 3 oy qochib yurdi. Qo'ng'iroqlarimga javob ham bergani yo'q. Sabab o'rtada katta pul bor edi. Mayli, xo'p, u meni shunchalik sevar ekan. Nega unda puli deb mendan qochib yurdi? Iltimos, uni gaplariga ishonmang. Yaxshi. Yaxshi. Bundan keyin faqat
ish yuzasidan gaplashamiz. Oramizdagi munosabatlarni unuting. Chunki Murod menga hali kerak bo'ladi. Men buni munosabatda bilmayman. Bu shunchaki ko'ngil xushlik uchun xolos. Agar rostdan ham munosabatga kirganimda, sizni shunchaki qo'yib yubormasdim. Meni shu paytgacha hali hech kim ushlab qola olmagan. Bundan keyin ham unaqa bo'lmaydi. Mayli. Yaxshi dam oling. Nimaga hali ham uxlamading? Uyqum kelmayapti. Bo'lib o'tgan ishlarni o'ylab o'tirgandim. Bunda sen ham shaharga ketmoqchi bo'lsang kerak-da. Ha, shuni o'ylab o'tirgandim. Lekin sizni ham olib ketaman. Uyalganman. Birozingizni bu yerda qoldira olmayman. Demak, sen ham yulduzga o'xshab. Yo'q. Men yulduzga o'xshamayman. Meni qadrlamagan odam oldida bir daqiqa ham yashamayman. Eringdan xabar bormi? Yo'q. Xabar yo'q. Lekin bir kun o'zini aybini bilib qaytib keladi. Uni o'z holiga qo'ydim. Ha, balki shunisi to'g'ridir. Kecha sudga borgandim. U ajrimni qaytaribdi. Ajrashish niyati yo'q ekan. Ha. Unda niyati nima ekan? Bilmayman nimaligini. Lekin u haqda katta qarzga kirib qolgan deb eshitdim. Bu narsalarni o'zi menga aytmagandi. Balkim oxirgi paytda o'zgarib qolganining sababi ham shudir. Agar rostdan ham shunday bo'lsa, unda sen aybdor bo'lib qolyapsan. Erkak kishini boshiga har qanday ish tushishi mumkin. Sen o'sha paytda uni tashlab ketding. Ayb esa u bechorani boshida. Hali ham kech emas. U bilan gaplashib ko'r. Ha, bo'lmasa nimaga menga shularni aytmaydi? Men tushunardim-ku. Qizim, erkak kishi ko'chadagi tashvishini hech qachon uyiga tashib olib kelmaydi, tushunsang-chi. Chunki u seni tashvishlaridan, yuklaridan asraydi. Sen bo'lsang uni tashlab ketding. Mayli, agar rostdan ham shunday bo'lsa, men uyga qaytaman. Shunday qil, qizim. Ha? Nima qilib turibsan bu yoqda? Sizni kutib turgandim. Tinchlikman. Nimadir bo'ldimi yana? Ha. Biroz muammo bo'lib qoldi. Qanaqa muammo ekan? Menga pul kerak bo'lib qoldi. Kommunal to'lovlarim sudga oshib ketibdi. Erim uyga bir oyda bir kelyapti. Umuman meni tashlab qo'ygan. Nima qilishni bilmayapman. Mayli. Xo'p, qancha? Menga 200 kerak. Qaytaraman. Mayli. Beraman. Qaytarish shart emas. Rahmat opajon. Rahmat opa. Yaxshiyam siz borsiz. Ering nima ish qiladi o'zi? Erimmi? Bankda ishlaydi. O'sha yerdan bittasini topib olgan. Tushunarli. Senga bir maslahat bersam, maslahatimni olasanmi, yo'qmi? Albatta, opa. Sen-chi o'zingga bitta ish top. Uyda eringni kutib o'tirgandan umuman foyda yo'q. Ha. O'zim ham shuni o'ylab turibman. Ziyoda eshit. Men-ku senga yordam beraveraman. Lekin sen shunga o'rganib qolasan. Bu yomon narsa. Ya'ni
birovni qo'liga qarash bu juda yomon narsa. Ha, to'g'ri. Kim? Erim. Ko'tar gaplashib ol. Yo'q, yana qo'ng'iroq qilsin. Ziyoda, jinni bo'lma. Sen yaxshisi ering bilan o'tirib yaxshilab gaplashib olgin. Xo'p, bo'pti, ko'rishamiz. Yaxshi dam ol. Topdingmi? Yaxshi. Oldimda 100 bor. Yetadimi? Bo'pti unda. Kutaman. Nimaga kelding? Siz ortimdan kuzatib yuribsizmi? Endi buni nima ahamiyati bor? To'g'ri aytasiz. Endi buni ahamiyati yo'q. Uzoq 3 kunda pulingni olasan. Undan keyin xohlaganingni qil. O'zi shundoq ham xohlaganimni qilib yuribman. Siz mendan qochib yurgan paytingiz bu qarorga kelib bo'lganman. Bitta narsa aytaymi? Pul uchun oramizga soqchilik tushadi deb o'ylamagandim. To'g'ri, sizdan ko'ra pul ustroq menga. Oybek, meni yaqin do'stimligini bilarmiding? Bilmasdim. Oybek ham xuddi shu savolni berdi. Unga ham xuddi shunaqa javob berdim. Demak, undan foydalanmoqchisan, shunaqami? Bir gap aytaymi? Qisman boyvachcha odam. Men ham bitta biznes boshlashim kerak. Shuning uchun ham uni oldiga borgandim. Lekin bunaqa darajada yaqin bo'lib ketamiz deb hech ham o'ylamagandim. Sen u bilan yaqinman deb yuribsan. U hamma yo'llar bilan bir xil masofada bo'ladi. Sal yoqmasa bo'ldi, tashlab ketadi. Men uni yomonlamoqchi emasman. Shunchaki xarakterini aytyapman. Har holda sizdan ko'ra vijdonliroq. Sizchi? Mendan pul olguncha hamma yaxshi gaplarni gapirdingiz. Pul olishingiz bilan oramiz ochildi. O'zgarib ketdingiz. To'g'risini aytsam, menga bunaqa munosabat kerak emas. Xato qildim. Oldingizda aybdorlik hissini tuyganim yo'q. Kechirim so'rab ham kelganim yo'q. Aksincha, meni boshqa kuzatmang. Men o'zimni hayotimda yashamoqchiman degani keldim. Kumush bilan baxtli bo'ling. Mayli, endi oramiz ochiq. O'zingni ehtiyot qil. Qachondir xatolaringni anglab, Yo, hech qachon unaqa bo'lmaydi. Men siz bilan xato qilganman. Menga bu narsa katta dars bo'ldi. Endi esa bu xatoni takrorlamayman. Sog' bo'ling. dengizida dog' ko'nglini yuvolmagan yolg'izlar, ketma-ket sinovlar oxini quvolmagan yolg'izlar, qalbsiz yashar qalbini olib ketdi bir nomard, bir sevib boshqa hech kimni sevolmagan yolg'izlar, bir sevib boshqa hech kimni sevolmagan yolg'izlar. Ey yolg'izlar, oh yolg'izlar, ey yolg'izlar, oh
yolg'izlar